Bugun biz Qo'shtegirmondagi 40-maktabga yetib keldik. O'qituvchi va o'quvchilardan ayron haqida o'z fikrini bilib ko'ramiz. Qani ket. Assalomu alaykum. Qani qalay ekan? Ta'mi shirin, zo'r. Tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilamiz. Bu kunlarimizda chanqoq bosqich ichimlikda bu. Kattalar uchun ham, yoshlar uchun ham xudo xolasa tavsiya qilamiz, zo'r ekan. Distillangan suvga tayyorlangan tabiiy narsalardan tayyorlangan. Rahmat. Ustoz fikringiz uchun. Shef ayron ichadigan bolalar bormi? Qo'shtegirmonda 40-maktabdan yangi qo'rg'on yurish layinida 100 metrdan chap qo'lda keladi. Mana ukam ichib ko'ring-chi. Shunaqa mazali gazvadan ichganmisiz oldin? Yo'q, ichmaganman. Yana kim ichadi? Mazasiga ichib baho berib qo'yinglar-chi. Yaxshi. Shunaqa gazvada oldin ichganmisiz, shunaqa mazali? Yo'q. Tavsiya qilasizmi? Ha. Sizda-chi qanaqa bo'ldi taassurotlar? Yaxshi. Mazasi bunaqa mazali gazvada ichganmisiz oldin? Yo'q, ichmaganman. Uka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Baho berib ko'rsangiz uka mazasiga. Mazasi qalay ekan? So'ragan, tavsiya qilaman. Uka, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. O'zi yaxshimi, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ayronlarimiz tabiiy, distillangan suvlarga tayyorlangan. Shuni ta'miga bir baho bersangiz aka. Qani? Zo'r, tabiiylik, nomer 1. Gap yo'q aka, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Ta'miga baho beringlar. Ta'mi qalay ekan? Yaxshi. Yoqdimi sizlarga? Osh bo'lsin. Sizga o'xshagan qizchalarga tavsiya berasizmi? Ha. Bu tashrifimiz 40-maktabga bo'ldi. Yana qaysi maktabga boraylik? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar.